Bu gün biz için matemlik bir gün, kaygılık bir gün. Lekin oxşaşlı bir vaqtda bu gün bizning milliy ruhimizning texmo güçlengen, Xitoyga bo'lgan nafratimizning, Xitoyga bo'lgan farqimizning aniq o'tirg'i chiqqan bir kun deb o'ylayman. Mushu bir kunda aslab o'tsak, Shaoganda, Guangdongdagi Shaogandagi o'yinchoq fabrikasida Xitoyning mecburiy yo'tkab akayotgan qarindoshlarimiz shu yerda mecburiy emgak qilayotgan vaqtda Xitoy xalqining o'zi norozilik bildirib, nurg'ulg'an qarindoshlarimizni vahshiylarcha urib o'ldirgan edi. 6-oyning 26-kuni. Keyin Xitoy hukumati hech qanday javobgarlik üstüge almadı, hech qanday bir tushuntirish bermadi. Mushu sabab bilan Urumchida bulup mu üniversite o'quvchilari boshlatgan, ya'ni nima bo'ldi bizning dadalarımızga, akalarımızga nima bo'ldi deb shuning hisobini so'rash uchun va nimishqa bundaq shu mecburiy emgakdek Uyg'urlarni yo'tkab olib ketib, mushu ishlar davom qiladi, mushunaq ishlarga sabab bo'ladi deyish uchun, ya'ni o'zining haq huquqini so'rash, qo'g'dash uchun tinchlik bilan hatta Xitoy bayrog'ini qo'lga olib turib başlatgan namoyishini Xitoy saqchilari noiti vahshiylarcha bostirdi, hammanglar bilsizlar. Şunun bilan texmi ko'p odam qo'shilib 7-oyning 5-kuni Urumchida cho'ng bir voqea chiqib, Uyg'urlarimiz hech qanday nimadan qo'rqmay qo'zg'olib chiqib, haq adolatni so'ragan vaqtida bostirilib, bu ish texmi cho'ng bo'lib, hammamiz xalqaro medialarda ko'rdik. Xuddi Xitoy o'zining hikoyasini Uyg'urlar Xitoylarga atlangandek bir şekilde anlattı. Lekin biz Uyg'urlarimiz sonimiz az bo'lsa-mu, dünyanın her qanday yerda jim to'madik. Shu kuni Uyg'urlarimiz o'rnidan dast turib, bütün o'zimiz bilgan, o'zimiz ko'rgan xabarlarni media bilan o'rtoqlashdik. Shu şekilde Urumchi vakası deb Xitoy atgan edi. Amaliyotda buning bir Urumchi qatliam ekanligini, buning bir irqiy qirg'inchilikning boshlanishi ekanligini va buning bir Uyg'urlardagi sunmas ruhning, qo'rqmas bir ruhning ifodalangan bir kun ekanligini bütün mediaga biz qo'limizdan kelganicha dedik. Sizlar bilgandek shunda bir qilayotgan Barım vakası bo'lsin, G'ulji qatliamı bo'lsin, uningdan keyin bundachi har qatim qilayotgan Urumchi vakası, Urumchi qatliamı bo'ldi va hammanglar bilgandek 2017-yildan boshlab, 2016-17dan boshlab asosliq sababi, maqsadi Xitoy hukumatiga, Xitoy elchisiga va dunyoga biz Uyg'urlarning Xitoyning mushunaq qo'rqitib, qirib yo'qitman deyishi bilan to'xtab qolmaydiganligini jakarlash. Biz Uyg'urlarning milliy vazifasi, milliy burchi 5-iyul chiqib, hech bo'lmasa bu yerda bizga to'pponcha tanlab turgan, avtomat tanlab turgan askar yo'q, saqchi yo'q, erkin ozod namoyish qilinglar deydi. Shularga bo'lgan bir hissdashligimiz har 5-iyul biz uchun cho'ng mushlar boshqasi urib, bu namoyishni qo'zg'agan odamlarni uchun burib, o bayramlarni bağladılar. Mushlarga ortiq nurg'un odamlarni qirib o'tib, sizning qarindoshlarni Urumchining ko'chasida xon oqqan. Urumchining ko'chasida ko'zidan saldak yosh oqqan. Mushu namoyish bolasi bilan nurg'un yosh bolalarni turmularga tashlagan, o'ldirgan. Bu namoyish bütün vatanimiz Sharqiy Turkistonni, Uyg'uristonni, xalqimizni o'yg'otib, butun dunyoni o'yg'otgan. Amerika Kongresi'nde 50'lerde beri çıkan şu güne. Amerika Kongresi'nde Christopher Smith, James McGovern, bütün kongres azaları Aksaray'ın altına gelip, muşat ülüvattan adamlar çıkmayı, biz bilen tek namayış küçük çıkan. Demek bütün dünya bozulgan gün. Hem her bütün vatanını azatlık için, vatanını içini kurup, mülkün asılı kurup, başı kurgulan bütün dünyada dünyada erkinlikler kanalık verildiğini etmeden tüm bu namayı sizin inkılapçı kayınlaşıyorlar, başı bedensine bakanlar, kurumunu yıkılatkanlar, muşunda kalkın. Bugünkü namayışta demiş kılaçlık bunda çıktı. Muş öyle oturanlar, neyle efendi
vatanlar olsun. Meyli bağlarlar olsun. Meyli bağlarlar olsun. Bu namayışta topluyor. Kalırım korktukken erkekten dönüş gitti. Kapamanlar dedikken. Ben korkmamdım ha. Ömer korkmamdı. Elpidar korkmamdı. Zübeyde Tursunay korkmamdı. Muş çıkan Nur Mehmet'e muşlar korkmamdı. Hemimizden tukalları var. Muş ket elde turup berel pülgün ulunusanlar. Nemiş ki siyasi panalıktır dedimler. Nemiş ki çıksınlar bir yerde. Muşu siyasi panalıklar. Aş pülgülügen Allah bedelice. Aş yıkılıgan köz yaşla bedelice. Aş azap tatkan pırlık iniravat Allah bedelice. Biz eyvallah öyle var. Xitay qaysi usulunu işletiyordu oyunlarına. Aldırmayı küçük uyuyordu ha okullarını bir yetiyordu. Küçük balılarımızı askerlik apırıp toğunu turup toğunluğunu askerlikte öldürüyordu. Ayarlarımızı anda bağlı bile öldürüyordu. Vatanda aşında kavatırız, vatanın peşinde özümüzü tutup kılıp vatanı azat kılış için Muş'un namayış çıkan, vatanının davasını tonuyduğun, vatanını tonuyduğun, munus kılıdığın namayış çıkan kıyırındaşlarım, kalan zat atmaydık Allah'a, teşvik kılıştın irindenler. Ulanı yetekleştin irindenler. Cüde kuludun tatı çıkınlar. Murder China! Murder China! Murder China! Murder China! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want independence! We want independence! Alaydı. Biz yana ko'lgan Xitoyning o'risi tushunmaylik, bu qadar da ahmoqlik yapaylik, o'zimizni ichib yashaylik. Mening umid qilganim, oxirgi paytda birdan bir umidim xalqimiz uyqumizni ochaylik. Aldanmaylik. Biz özümüz bo'lib yashaylik. Esimizda bo'laylikki, toki biz o'zimizning mustaqil tuprog'i, vatani, özümüzün uyida, özümüzün vatanida yaşamadıkça bizga huzur bo'lmaydi mangu. Sen hashamat uy ilib, hashamat mashinalar bilan ajoyib million dollarlarni pullarni tepib sizlar yashasanglarmi, u uy, u kasullar sizlarga uy bo'lmaydi mangu. Uy degan vatan, sevgi degan vatan, huzur deganni vatandan ola olamiz biz. İshonmasanglar, hammasini so'ranglar. Men vatandan siz yashayotgan o'zbekistondan ochdim. Menimcha 40-50 yillik hatta vatanimizda o'lib ketgan G'ulomidin Paxta akaning hayotini uy kunlik ko'zim var. Yig'lab o'lib ketgan shu rahmatliga. Vatanning tuprog'ini bir chindan akagan tuprog'ini tuprog'imga tashlanglar deb tuprog'iga o'zib at qo'yinglar deb imomga vatanning tuprog'ining tuprog'i o'ldi deb. Biz mashta hasrat o'tib ketamiz. Shu hasrat, mashta nadolatda yashamaydi deydiganmiz, uyqumizni ochaylik. Uyg'ur bo'lib yashaylik, o'zimizning milliligimizni, tuprog'imizni, mustaqilligimizni, eng oxirgi bir tal avlodimiz, bir tal xalqimiz, bir tal Uyg'ur xalqicha urushaylik, ko'rishaylik. Agar shunday qilsak, biz tarix betidan uchirilib chiqib ketamiz. Ko'rishaylik xalqim, shu munosabatda aytaman. We want freedom! China, stop the killing! China, stop the killing! Killing of Uyghurs! Killing of Uyghurs! China, stop the killing! China, stop the killing! Killing of Uyghurs! Killing of Uyghurs! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the torture! 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 China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the genocide! China, stop the genocide! China, stop the genocide! China, stop the genocide! We want freedom! We want freedom! Xi Jinping is a murderer! Xi Jinping is a murderer! Xi Jinping is a murderer! China is killer! China is the killer! China, stop the massacre! China, stop the massacre! China, stop the torture! China, stop the tortures! China, stop the torture! China, stop the torture! China, release the prisoners! China, release the prisoners! China, release the political prisoners! China, release the
orqali inşallah biz özümüzdeki maqsadga erishimiz. Ümidsiz bo'lmanglar. Bir yer iyilib ketmaydi. Özümüzdeki Uyg'urligini, özümüzün kimligini, özümüzün müşahede ümit kutuvasını ortalıqlayız. 20-30 milyon talep, bu Amerika'daki filmdaşların ümit kutuvası. Muşuların her namayışı ulanın görüntüleri sürtük var. Her çıkarılan avazı edip, özümüz fidakarlık kılıp, onundaki maqsadımızga erişimiz. Bulmusu bayan Zübeyir'e degandek hiç şey bizning vatanimiz bo'lmaydi. Albatta